Assalomu alaykum. Mana bizni do'konlarga kelaverasizlar. Mana bunaqa quruq choylar, xina britovalarga keyin mana bunday slivochniy masla, xazar yog'i, tagidagi margarinlar bor, milter margarini, ufle bor, qanotcha bor, tovuq oyog'i bor, tuxumlar bor, tuzlar, mehmon tuzlar bor, toza makaron, quruq choylar, originallari hammasi. Mana bu yerda chaynak soda, dro'ja, hamma yoq bor. Mana sovun, shampun, soda, zimnoy, pampers, gel, avtomat, polavtomat, ruchnoy. Yura, qo'l ko'tarping. Tuzlar voz tashlaganmiz ana. Mehmon tuzlari xilidan 3 xil. Yirik, mayda, o'rtacha. Mana bu orzu tuzi. Mana bu yerda pechenyelarimiz bor, kelaverasizlar. Har xilidan bor pechenyelar. Shu bolalar Rossiyadan qochib kelgan. Biz asrab oldik joylarda. Mana tuxumlarimiz bor, 40 mingdan. Bedara tuxumimiz bor, 500 so'mdan. Ana unisi 30 ming so'm. Ana endi bu yerda kalbasalar bor, sirlar bor, ruletlar bor. Mana holva qand bor. Ana tepasida tort mahsulotlari, bankan probkalari, kofega qo'shadigan dro'ja, zvochka, kofe, kamera. Mana bunday o'siz marta ziravorlar bor. Universal har xil nimalar bor. Olma sirkalari bor. Piyoz, kartoshka piyozlar, bumagalar. Mana o'tiramiz mana kartoshka piyozlar. Mana piyoz xaltasi 15 ming, kartoshkaniki 7 mingdan kiloga. Lazzat yog'larimiz bor 100 mingdan. Ona turganlar kichkinalari 20 ming. Quruq choylar bor. Hozir oshbob guruchlarimiz bor 13 ming, 14 ming, 15 mingdan kelaverasizlar. Sho'la boblari 12 mingdan. Mana mosh, loya 20 mingdan. Garroq, grechka, ko'cha, perlovka 10 mingdan. Unlarimiz bor A kiloli 6 ming, 10 ming, 8 ming, 5 ming. Mana bu admiral unlar, Chester, mana bu yog'lar mana